Oldingi FAV vodovozlarda 280 o't kuchi bo'lgan. Shunisiga ham e'tibor beramiz. Assalomu alaykum, China Motors avtosaloni muxlislari hamda podpисчиклari. Xudo xolasa, ortimizda turgan FAV vodovoz JK6 20 kubalik vodovozimiz haqida qisqacha bo'lsa ham bir ma'lumotni berib o'tib ketamiz. Videoda ko'ryapmiz, anchadan beri YouTube olmagan ekanmiz. Bir niyat qildik, xudo xolasa bugun YouTube ga to'liq bo'lmasa ham biz qisqacha ma'lumotni aytib beramiz. Qani ketdik. Xo'p, bu FAV JK6 haqida bir gapiradigan bo'lsak, o'zi yuz tuzilishi bir qanaqadir vahimali ko'rinib turibdi. Xo'p, birinchi navbatda buni haydovchimiz uchun qulayligini, ya'ni salonni qismidan boshlaymiz. Qani ketdik, operatorimiz. Xo'p, salon qismidan boshlaydigan bo'lsak, rulimiz multirul. Radiolarimiz bor. Lux konditsioner mashinamiz. Xo'p, korobka qismimiz 8 pog'ondan iborat. I hamda S. Bu deganiki birdan pastga yuradi. Bu faqat vodovozlarda bo'ladi. Vodovozlarda buni haydovchilarimiz haydab yurgan bo'lsa juda yaxshi biladilar. Spanisi bor. Xudo xolasa erta obed qilib olib, ishxonada maza qilib dam olsangiz bo'ladi. Xo'p, ketdik, endi pastga tushamiz. Eng qiziq joylari oldinda. Xo'p, motor qismiga keladigan bo'lsak, oldingi FAV vodovozlarda 280 o't kuchi bo'lgan. Shunisiga ham e'tibor beramiz. Hozirgi vodovozimiz motor usilit qilingan 320 o't kuch. Mashinamizda, motorimizda 320 o't kuch bilan qo'yilgan. Xo'p, Euro 5 AdBlue tizim bor. Bakimiz 300 litrlik. Balonlar juda myaxkisidan qo'yilgan. 12R 22.5 22,5. Xo'p, eng qiziq joyi bu vodovozimizda 7 xil funksiyada suv sepsa bo'ladi. 7 xil funksiyada. Ikkita pastdan, ikkita yondan, keyin mana bu nasotkamiz, ruchkamizda 28 metr uzoqlikgacha suv sepsa bo'ladi. Bu endi ko'pincha obodonlashtirish anaqasiga bo'ladi, yo'nalishida. Hozirgi kunda 2 donasi sotuvda tayyor, ko'rib turganingizdek. Xo'p, o'zini alohida yashiklar bilan jihozlangan. Bu ham bir haydovchimizga qanaqadir qulaylik yaratib beradi. Xo'p, bunda sesternamiz 20 kubalik 3 ga bo'lingan seksiyasi, 3 ga bo'lingan. Shlankalari 7 metr. Bu nima uchun 7 metr qilingan sababi 7 metr chuqurlikdan maksimum yarim soat ichiga 20 kubani to'ldirib beradi. Xo'p, bu endi juda hammamiz yaxshi bilamiz. Bir tarafdan tortishi, bir tarafdan yana suv chiqazib yuborishi. Xudo xolasa, vodovozda nima qulaylik kerak bo'lsa, hammasi shunga mujassamlangan. Bu vodovozimiz haqida endi qisqacha bo'lsa ham aytib o'tdik. Xudo xolasa, batafsil ma'lumot pastda nomerlar qoldiriladi. Yana to'liq ma'lumot berishadi. To'lov turiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa, to'lov turi siz istaganday bo'ladi. Inshaalloh pristeni, naqd hamda avtokredit qilib, eng kami 30-36% to'lab bank orqali olishingiz ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda mashinamiz tayyor. Inshaalloh yana bir partiyasi yo'lda kelyapti, bemalol ulgurasiz. Salomat bo'ling, like bosishni unutmang.